Navoiy man sizlarga bugun ajoyib bitta pad ofisni xonadonimizni topib qo'ydim. Birinchi etajda akalar. Bu videoni biznesmen akalarimizga sirrochun jo'natib qo'yamiz, chunki biznesmen akalarimizga to'g'ri keladigan xonadonimiz. Любой narsa qilsalaringiz bo'ladi. Agar xohlasalaringiz restoran, kafe, xohlasalaringiz ofis qilsalaringiz bo'ladi. Kelinglar, men sizlarga endi xonadonni ichini ko'rsatib chiqaman. Marhamat akalar. Qaranglar akalar, mana bu bizada vannamiz, bu yoqda hojatxonamiz, kuxnya. Bu yoqda bu bizada birinchi xona. Ozgina tartibsizroq, shuning uchun ahamiyat bermaymiz akalar. Kelinglar, ikkinchi xonani ko'raylik. Kelinglar akalar. Akalar, men sizlarga ikkinchi balkonni ko'rsataman, kelinglar. Ko'ryapsizlarmi? Bu bizning xonadonimizning ikkinchi balkoni. Nima uchun men sizlarga pad ofis variant deyman akalar? Bardan shundoqqina ochsam, yo'lning yoqasida turibdi. Akalar, xonadon biznes uchun juda ajoyib. Lokatsiyasi ham, narxi ham. Keladigan bo'lsak agar, narxi akalar 450 million deyapti. Kelishiladigan joyi bor akalar. Mana bu raqamlarga telefon qilib, srochkasiga kelsak, lokatsiyasi ham eng top joylardan bittasi. Ya'ni O'zbekistonskiy ko'chada joylashgan akalar. Galyorka birinchi etaj. Har doimgidek Navoiy uylari davom etadi.